Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 7-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda tanvin degan mavzu o'tamiz. O'zi tanvin nima degani? Tanvin degani so'zlarning oxiriga qo'shilib an, in yoki un tovushlarini beruvchi belgiga tanvin deyiladi. Tushunarli? Demak, tanvin so'zlarning oxiriga qo'shilar ekan hamda an, in yoki bo'lmasa un tovushini berar ekan. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, tanvin 3 xil bo'lar ekan. Bular birinchisi an tanvini, ikkinchisi in tanvini hamda un tanvinlari bo'lar ekan. Endi keling misollar bilan birgalikda yana batafsilroq tushunamiz. Eslab qoling, 3 ta tanvin bor ekan. Birinchisi an, ikkinchisi in, uchinchisi un. Bugun faqat an tanvinini to'liq o'tamiz. In va un tanvinlarini 8-darsda o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib hozir an tanvinidan boshlab o'rganishni boshlaymiz. Bugun faqat an tanvinini o'tamiz dedik. Shu an tanvini o'zi ham 3 ta holati bor. Tushunarli? O'zi tanvin 3 ta ekan. An, in, un tanvinlari ekan, lekin an tanvinini ham o'zining 3 ta holati bor ekan. Birinchi holat qarang. Masalan, mana b harfida ustiga 2 ta fatha hamda bitta alif qo'shib yozsak, mana shu holat an deb o'qiladi. Ya'niki bu b, bu 2 ta fatha hamda alif an tovushini beradi. Shunda b A-ni ban deb o'qiladi. Mana yoyilmasini yozib qo'ydim. B o'rnida turibdi. 2 ta fatha va alif o'rniga mana an tovushi yozilyapti. Shunda har doim shu holatni bundan keyin ko'rib qolsangiz, b a-ni ban deb o'qiyverasiz. Tushunarli? Yoki bo'lmasa mana bu holatni ko'rsangiz ham bo'ladi. T hamda a-ni shunda tan belgisi yozuviga teng bo'ladi. Bundan buyon Qur'oni Karimda asosan shu holatda keladi. Demak, tanvinda an tanvinni birinchi holatini o'zi quyidagi teng bo'lar ekan mana. 2 ta fatha va bitta alif ani tovushini berar ekan. Shunda b ani ban, t ani tan shu holatda yoziladi. Bu birinchi holati edi an tanvinini. Ya'niki nega an deyilyapti? Chunki an deb o'qilyapti. Qarang, b alohida bu tovush an deb beryapti. B ani ban, t ani tan shu holatda o'qiysiz. Endi qarang. Ayrim paytda masalan bu hozir 2 ta fathadan keyin alif qo'shilyapti, to'g'ri? Ayrim holatlarda alif qo'shilmaydi-da, Qur'oni Karimda ya harfini ham ko'rib qolasiz mana. E'tibor beryapsiz mana. B harfida ustida yana 2 ta fatha belgisida keyin y harfi mana. E'tibor bersangiz ustida hech qanaqa belgisi yo'q mana. Ustida, ostida hech qanaqa belgisi yo'q. Faqatgina 2 ta fatha bilan ya kelib qolsa, buni ham nima deb o'qiyar ekansiz? B ani ban, t ani tan deb o'qiyarasiz. Demak, mana 2 ta holatini tanishdik. Birinchisi 2 ta fatha alif bilan kelsa ham an deb o'qilaverar ekan. Shunda ban deb o'qildi bu. Bu tan deb o'qildi. Hamda 2 ta fatha ya bilan kelsa ham an o'qilaverar ekan. Shunda b ani ban, t ani tan. E'tibor bering, mana alif bilan ya harflarining ostida yoki ustida hech qanday belgi yo'q. Shunga e'tibor berasiz. Endi yana 3-chi holati ham bor. Alif va ya harflari bo'lmasligi ham mumkin. Ya'niki masalan mana bu b ani ban deb o'qidiga, buni alif bo'lmasligi ham mumkin mana. Alifni olib tashlasangiz ham mana shu o'ng tarafini o'zini ban deb o'qiyverasiz mana. Buni o'zini ham mana alifni olib tashlasak, bu tarafni tan deb o'qiyverasiz. Yoki bo'lmasa mana bu yoqda buni ya ni olib tashlasak ham mana. Ya harfini olib tashlasak ham buni ban deb o'qiyverasiz mana. Tan deb o'qiyverasiz. Ayrim paytlarda aytmoqchi bo'layapmizki, alif va ya harflari bo'lmasligi ham mumkin. 100% deb oladigan bo'lsak, masalan bitta alif qo'shilib yoziladigan holati bir 70% keladi. Ya'niki masalan ban degan so'z mana b ani ban. Bitta alif qo'shilgan holatda 70% keladi. Lekin 20% ya holatda keladi. Mana shunaqa ya holatda. Mana tan, ban, shu holatda ya holatda keladi. Lekin 10%lar mana shu alif va ya harflari, ya'niki bo'lmaydi. Mana shu holatda mana bo'ladi. Ban, tan, mana masalan mana shunaqa holatda bo'ladi. Tushunarli? Demak, 70% asosan alif qo'shilib yozilar ekan. 20% ya qo'shilib yozilar ekan. 10% esa alif va ya harflari qo'shilmasligi mumkin ekan. Tushunarli menimcha o'qilishi. Bugun faqat shuni o'tamiz. Yana bir takrorlab ketaman, qarang. Umumiy yana bir takrorlab ketyapmiz. Tanvin. Tanvin nima ekan? Tanvin so'zlarning oxiriga qo'shilib an, in, un tovushlarini beradigan belgiga tanvin deyilar ekan. Tanvin 3 xil bo'lar ekan dedik. An tanvini, in tanvini, un tanvini. Faqat bugun an tanvini bilan tanishamiz dedik. Hamda an tanvini o'zi mana e'tibor berdingiz, an tanvini o'zi esa 3 ta bo'lar ekan. Birinchisi bitta alif qo'shilib yozilishi mumkin ekan, yoki ya qo'shilib yozilishi mumkin ekan, yoki bo'lmasa alif va ya harflari qo'shilmasdan ham yozilishi mumkin ekan. Endi keling, kitobdagi misollarni birgalikda o'qib ko'raylik. Kitobimizda 53-betda ekan. Sizning kitobingizda sal farq qilishi mumkin.
shu kitobingizni varaqlab tanvinli harflar degan mavzuni topib bemalol topsangiz bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib mana ban degan joydan boshlab birgalikda o'qiymiz. Hozir men ekranni yaqinlashtirib olaman. Aytib o'tganimdek, mana ban degan joydan boshlab o'qiymiz. Mana e'tibor beramiz. B harfi ustida mana ikkita fathaga o'xshagan belgi keldimi, bo'ldi. U and deb o'qiyverasiz. Masalan, bu alif keladimi, ya keladimi? Aytib o'tdim-ku, alif kelishi mumkin, yoki bo'lmasa ya kelishi mumkin, yoki alif va ya kelishi mumkin emas. Shuning uchun shu holatda o'qiyverasiz. Xo'p, demak, birinchisi b ani, ban, t ani, tan, f ani, san, j ani, jan. Endi bu h ani, han, x ani, xon. Faqatgina an tovushini qo'shib ketaversangiz bo'ldi. Shunda d ani, dan, v ani, van. Mana alif d ga qo'shilmayapti, chunki d o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi, buni bilasiz. V ani, van, r ani, ron, z ani, zan. Endi bu s ani, san, sh ani, shan, s ani, son. Endi sal tezroq qilib ko'ramiz. Dan, van, ron, zan, san, shan, son. Ko'rdingizmi? Juda ham oson. Faqatgina shu an degan tovushni qo'shib ketsangiz bo'ldi. Endi pastdagi misollarda o'qiymiz. Don. Ton. Qarang, ton deb o'qiyapmiz. Tan emas, chunki bu to o'qilardi, o o'qilardi. Mana qarang, bitta alif qo'shilib kelaveradi. Bu alif o'qilmaydi, shunchaki bu an tanviniga bitta sherik bo'lib keladi. Endi bunisi. Von. An. G'on, fan, qoni. Qon. Qarang, bu ham qon deb o'qilyapti, qan emas, chunki q harfini ustida fatha kelsa bilasiz, o o'qilardi. Endi bunisi k ani, kan. Buni biz bilasizlar, biz aytdik, mana birinchi qismi l harfi degandiga, mana bu qismi l, bu yog'i alif degandik, to'g'ri? Mana qarang, tasavvur qiling, mana alifni olib tashladim mana. Masalan, mana bunda ham buni olib tashlaylik, qarang mana. Masalan, z harfida alifni olib tashladim, zan deb o'qiyapsiz, to'g'ri? Bu l harfida ham alifni olib tashlasangiz, lan deb o'qiyverasiz. Faqatgina alif nima qilyapti? Qo'shib yozilyapti. Bu xuddiki qolgan misolga o'xshab. Shunda lan, bu man, nan, n ani, nan, v ani, van, h ani, han, ye ani, yan. Mana bu kitobdagi misollarimiz. Buguncha faqat bittagina avzasini o'qidik. So'zni oxirigacha o'qib bo'ldik. E'tibor bersangiz, mana birinchisi qolib ketdi. Birinchisini hozir yaqinlashtiramiz. E'tibor bersangiz, bitta so'z qolib ketdi. Masalan, buni qarangda, buni b ani, ban, tan, san deb o'qigandiga, bundan oldin harf yo'qligi uchun bir o'z bo'lgani uchun buni an deb o'qib qo'yasiz, bo'ldi mana. A-ni, an. Chali? Bu an deb o'qiladi. An, ban, tan, san. Bo'ldi, shu holatda an tanvini o'zini 3 ta holati bor dedim, to'g'rimi? Lekin kitobimizda faqat bittasini bergan mana. Bitta faqat alif qo'shilgan holati borda, ya qo'shilgan holati yoki bo'lmasa ya yoki alif qo'shilmagan holati yo'q. Shuning uchun qolgan holatlarni Qur'oni Karimda hozir men sizga ko'rsataman. Ya'niki, yana bir eslatib o'tay mana. Hozir biz kitobimizda faqat bu holatni o'qidik. Endi bu bilan bu ikkinchi, uchinchi holatlarni men Qur'ondan ko'rsataman sizga. E'tibor beramiz, biz Qur'oni Karim kitobidan o'qiyapmiz. Albatta siz tahoratli holatda bo'lishingiz kerak. Hamda auzu bismillah bilan o'qishni unutmang. Xo'p, qarang. Masalan, biz har kuni namozlarimizni o'qiydigan Ixlos surasi kitobda 604-betda Qur'oni Karimda joylashgan. Mana shu yerda e'tibor bersangiz, Bismillahirrohmanirrohim. Va lam yakul lahu kufuwan ahad degan oyat bor, oxirida aytamiz. Mana shunda, mana e'tibor bersangiz, mana bu yo'g'ida kufuwan mana. Biz o'tgan bugungi qoida bor mana. V a n van mana. Kufuwan, mana e'tibor bersangiz, mana kufuwan deganda v a n an tanvini kelyapti. Mana bu bugun biz o'tgan birinchi qoidamiz. An tanvini birinchisi. Endi ikkinchisini ko'rsataman sizga. Ikkinchisi qanaqa dedim? Shu ye bilan birga keladi dedim. Endi shu holatni ko'rsataman. Ikkinchi holati Qur'oni Karimda 2-betida Baqara surasining 2-oyatida joylashgan. Baqara surasining 2-oyatida joylashgan, ya'niki hudal lil muttaqin degan oyat bor, bilasiz mana. O'shanda mana d harfini ustida mana ikkita fatha holatda kelyapti. Alif emas, bu yerda nima? Ya harfi qo'shilib kelyapti. Bu ikkinchi holati bo'ladi. Endi uchinchi holatni ko'rsataman. Uchinchi holat qanaqa edi? Alif ham, ya ham qo'shilmagan holat bo'lishi kerak edi. Uchinchi holatga misol mana Qur'oni Karimda 6-betida yozilgan. Mana 6-betining oxirida mana e'tibor bersangiz, mana turbichakka olib qo'yilgan, lekin mana ustida ikkita fatha holatda kelyapti mana. 3 ta holatini mana Qur'oni Karimdan sizga ko'rsatdim. Sizga ham uyga sifa beraman. Uyga sifa xuddi shunaqa bo'ladi.
hozir ko'rsatganimdek 3 ta topib ko'rsatdim-ku. Xuddi shunaqa siz ham har biriga 2 tadan topasiz. Shunda 2 tadan topadigan bo'lsangiz jami 6 ta bo'ladi. 3 ta holati bor tanvin, to'g'rimi? Mana masalan, bu 3-holati, 2-holati ya qo'shilgan holati, birinchi holati alif qo'shilgan holati edi. Birinchi navbatda har doimgidek kitobdagi so'zlarni o'qiysiz, boya kitobdagini, keyin daftarga yozasiz albatta, keyin undan keyin hozir aytib o'tganimdek har biriga 2 tadan shunaqa misol topasiz. Shunda jami 6 ta bo'ladi. Tushunarli? Keyingi darsimizda mavzumizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Ha, aytgancha, agar sizda Qur'oni Karim kitobi bo'lmasa, tajvidlisi, mana shu videoni tagida linkini qoldiraman. Bemalol telefoningizga ko'chirib olsangiz bo'ladi.